Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darvozamiz Samarqand viloyati Tayloq tumani, Tayloq kurorti yonidagi katta ishlarga o'rnadi. Ishimiz sifatiga bir baho berasizlar. Taraf fasondagi darvoza. Hop. Polnosti yondorlarimiz ramkasi 4 taraf 15 verillar. Ortiga 4 profil, 1.5 stena, listlarimiz 1.8 2 qavat. Oxirisi darvozamiz shunga bo'lgan. Oshcha shun balobatlar chiqmaydi. Zamoylarimiz temir. Firmenli turetskiy zamon. Aholisi ochilib yopilishlari muammo bo'lmaydi. Orqa taraf ko'rinishi. Aholisi mana shu kottejni. O nari tarafiga ham ikkinchisi bir xil razmerda. Hozir ham o'rnatamiz. Ikkinchi darvozamiz kaltkasi mana. Kimda kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Metr kvadrat 1.400.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkamiz bepul. Haqiqiy eng full materialda, eng ideal sifatda, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab tezkor sifatli o'rnatib beramiz.